Qadrdonlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana sifatli va arzon ishlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Ishlarimiz sifatlari a'lo darajada. Ovozlari esa o'ta go'zal. Bunday sifatli ishlarni ishlab chiqarish, pishirishgacha albatta toza sifatli turpoq kerak. Hammasi bizda bor. Mana bu tarafimizda xom ishlarimizda terilish jarayonlari. Ramizda esa mana ishlarimizning 10 ming tali mashinaga kelayotgan jarayonlari. Xom ishlarimizni tayyor kuyilgan va qurib olib kirishga tayyor bo'lib qolgan jarayonlari. Xom ishlarimiz mana sifatlari a'lo darajada. Xuddi pishgan ishlarimiz kabi. Toza turpoq degandek turpoqlarimizgacha ko'rsatib o'tamiz. Xom ishlarimizni ishlab chiqarish jarayoni yo'q. Yetib o'tganimizda mana xom ishlarimizni ishlab chiqarilayotgan jarayonlari. Kecha qo'ygan jarayon. Qamishlarimizni mana oylarni tayyor bo'layotgan jarayonlari. Qamishlarimizni общий pishgan ishlarimizni hammasi turpoqdan, ya'ni sariq turpoq, qora turpoq aralashtirib chiqariladi. Mana sariq turpoqlarimizni olib kelishib fond hisobida to'kishib qo'yyapti. Yo'llarimizni kamketliklariga e'tibor bermaysizlar, biz bu bo'lgan emasmiz. Joy-joyga oldindan so'raymiz. Mana turpoqlarimiz sifatlari ham a'lo darajada. Kamiga mana bu ishlarimiz rangiga hal qilish uchun qo'shiladi. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Nomerlar pastda qoldiramiz va batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Pishgan ishlarimizga kelsak, zavodning o'zida 750 so'm. Oddiy bo'ylab narxlarini kelishtirib yetkazib beramiz. Aytamiz, biz zavodning o'zida 750 so'm. Dastakalari alohida.